Shu orada Rasulullohni tushda ko'radi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga o'tirganda savol berdilar. Ya Rasululloh, qaysi salovatni aytsam siz xursand bo'lasiz? Qaysi jumlani ishlatsam siz xursand bo'lasiz? Menga o'rgating shu salovatni, hayotligimda shu salovatni sizga aytay. Shunda Rasululloh aytdilarki, Shomga bor dedilar. Badruddin al-Hasani ismlarigacha aytdilar. Borasan, topasan va shundan so'raysan. Mendan unga salom ayt. U aytgan salovatni o'rganib ol. O'sha salovatni men yaxshi ko'raman. Tursalar tush, haj qilib bo'lganlardan keyin darrov qasd qilib haligi Shomga bordi. Shom bugun bizni zamonamizda Suriya davlati. Shamsusham Badruddin al-Hasani keldida, kim Badruddin al-Hasani dedi. Ustozimiz bizga masjidda dars berayotgandilar. Menman. O'tirib yig'ladi. Chunki u insonni topgani u uchun sharaf, baxt. Chunki u insondan endi Rasulullohning aytganini so'rash kerak. Shuni sekin aytib berdi. Men tush ko'rdim, tushimda Rasulullohni bu shaklda ko'rdim. Rasulullohdan salovat so'rasam, Shomga bor dedi. Shamsush-Shamni Badruddin al-Hasanini top va undan so'ra qanday salovat aytadi, o'sha jumla bilan aytsang men xursand bo'laman dedi. Ishonasizmi yo'qmi, bir necha daqiqa ustozimiz yig'ladilar deydi. Yani tasavvur qiling, sizni bir inson tushida Rasululloh bilan ko'rishsalarda siz to'g'ringizda aytsalar, bundan ortiq baxt yo'q-ku odamga. Ustozimiz bir qancha muddat yig'lab o'tirdilarda, endi men senga o'sha doim aytib yuradigan salovatimni aytay, yozib olgin dedi-da, haligi inson darrov kissasidan qog'ozini, qalamini chiqarib yozib oldi. Bu salovat quyidagicha edi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-mahbubil alil qadamil azimil jah. Shu uchun azizlar, salovatimizni bugun 10 ta aytayotgan bo'lsak, ko'paytiraylik sonini. 100 ta aytayotgan bo'lsak, yana ozgina ko'paytiraylik. Kamroq telefonga qaraylik, kamroq kino ko'raylik, kamroq gaplashaylik kerak bo'lsa, salovat sonini ko'paytiraylik.